Men brauniman. Meni issiq paytimda kesma. To'liq sovishimni kut. Aks holda uvalanib ketaman. Men maffinsman. Xamirni ortiqcha aralashtirmang. Faqat aralashguncha mayda bo'laklar qolgan holatda to'xtating. Ortiqcha aralashtirish meni qattiq va rezinaga o'xshash qilib qo'yadi. Men pecheniman. Pishirishdan oldin xamirni 30 daqiqa muzlatgichda dam oldiring. Sovuq xamir kamroq yoyiladi. Va men yupqa emas, balki qalin va chaynalmali chiqaman. Qog'oz qoliplarni faqat 3 dan 2 qismigacha to'g'ildir. Juda ko'p xamir to'ksang, men toshib ketaman. To'g'ri miqdor ye, chiroyli tepa. Men bananli keksman. Jigarrang dog'lari bor. Juda pishgan bananlardan foydalan. Yashil bananlarda shakar yetarli emas. Dog'li banan mukammal ta'm. Men Sinabonman. Agar muzlatgichdan chiqqan bo'lsam, pishirishdan oldin xona haroratiga kelishimga ruxsat ber. Sovuq xamir yaxshi ko'tarilmaydi va men zich bo'lib qolaman. Pishib chiqqanim zahoti ustimga eritilgan sariyog' sur issiq paytimda qobig'im uni shimib oladi va nihoyatda yumshoq hamda mazali bo'ladi. Buni darhol qil. Men shortbred pechenyeman. Unimning 4 dan 1 qismini guruch uni bilan almashtir. Bu meni juda mayin, og'izda eriydigan qiladi.